Jahon chempionatida eng ko'p g'olib bo'lgan mamlakat qaysi? Braziliya. To'g'ri. Siz ko'tarasiz. El Clasico deb ikki jamoa o'rtasidagi qaysi o'yinga aytiladi? To'g'ri. Siz ko'tarasiz. Cristiano Ronaldo milliy terma jamoa safida qaysi mamlakat uchun o'ynaydi? Portugaliya. Ikkalarini ham tushirasizlar. Lionel Messi qaysi klubda professional faoliyatini boshlagan? Yo'q. Barselona. To'g'ri. Barselona boshlamagan-ku. Professional Barsada boshlagan. Jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchi kim? Kloze. O'zbekiston milliy jamoasi ilk bor Osiyo kubogida qaysi yilda qatnashgan? Ilk bor первый раз 94. 96. To'g'ri. Siz ko'tarib turasiz. Ronaldoning CR7 laqabi nimani anglatadi? Cristiano Ronaldo 7-nomerda o'ynaydi. To'g'ri. Bir futbol o'yinini necha daqiqa davom etadi? 90 daqiqa. To'g'ri.